Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev raisligida 2024-yil 16 dekabr kuni banklar ishtirokida mahallalarda aholi bandligini ta'minlash va daromadli qilishga qaratilgan ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida tijorat banklari oldiga aniq vazifalar belgilab berilgandi. Xususan, prezidentimiz tomonidan mahalla bankiri loyihasini joriy etish tashabbusi yana bir yangi amaliyot, xalqchil tizimga asos soldi. Batafsil muxbirimiz Sevinch Baxtiyorjonova lavhasida. O'zbekistonda aholini tadbirkorlikka jalb qilish va ularning moliyaviy savodxonligini oshirish borasida izchil islohotlar olib borilmoqda. Bu jarayonda banklar ham faol ishtirok etib, mahallabay ishlash tizimi joriy qilinmoqda. 2025-yil 1-fevralga qadar har bir tuman bank filiali huzurida mahallabay ishlash bo'limlari tashkil etilib, ularga mahalla bankirlari tayinlandi. Shuningdek, Oktobank aksiyadorlik jamiyati tomonidan mahallada faoliyat yuritayotgan yordamchi agentlar tanlab olindi. Mazkur tashabbus aholi bandligi va ularning daromadini oshirishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Toshkent shahri Bektemir tumanidagi Nurli yo'l mahallasi misolida bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdik. Oktobank aksiyadorlik jamiyati tomonidan joylarda, ya'ni o'zimizga biriktirilgan mahalla hududida joylashgan maktablarda ularning yuqori sinf o'quvchilariga shunday trading darslar o'tildiki, ya'ni moliyaviy savodxonlik to'g'risida ular uchun tushuncha, ozgina bo'lsa ham o'zligi uchun nimadir olish uchun ularga trading o'tkazdik. Bundan qolaversa biz ham manfaatdormiz. Kerak bo'ladigan bo'lsa o'sha mahalladagi yoshlarni moliyaviy savodxonlik o'zi nima degan savollarga tushuncha oldi deb o'ylayman. Oktobank aksiyadorlik jamiyati vakillari har bir mahallaga, har bir xonadonga kirib borishni, aholini daromadli qilishni maqsad qilib olganlar. Yana bitta narsa bo'lyaptiki, bu yerda Sayxunobod tajribasi asosida mahallalarda, joylarda mikro-loyihalar tashkil qilinyapti. Bizga belgilab qo'ygan o'sha mahallada, biriktirilgan mahallalarda 10 dan ziyod mikro-loyihalar amalga oshirildi. Shularni endi bir ikkitasini misol qilib keltiradigan bo'lsam, o'sha bir go'shtchi magazini ochildi. Bu yerda o'sha tadbirkor o'tdi. Maqsad daromad ko'rish emas, to'g'ri, daromad ko'rish maqsad, lekin asosiy maqsadi aholi bilan birgalikda o'sha yerdagi ishsiz aholini ish bilan ta'minlash maqsadida bu do'kon tashkil qilindi. Hozirgi kunda faoliyatini yurityapti. Yana bir misol keltiradigan bo'lsa, shu kasanachilik bilan shug'ullanuvchi bir opamizga 10 million so'm miqdorida davlat dasturi asosida kredit ajratildiki, u ham hozirgi kunda uy sharoitida o'zini o'zi band qilib daromad olyapti. Jamiyat mas'ullari tomonidan hududlar kesimida tadbirkorlar bilan ochiq muloqotlar, loyihalar, yarmarkalar tashkil etilib, aholi va tadbirkorlar bilan uchrashuvlar o'tkazilmoqda. Sevinch Baxtiyorjonova va Rustam Mirzarahimov, Joyda informatsion dasturi uchun.